Tushda xamir ovqat ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, kishi tushida xamir ovqatni qo'zichoq yoki qo'y go'shti va shirin qatiq bilan yeb ichayotganini ko'rsa, yeganining miqdoriga qarab harbiy odamlardan foyda va manfaat ko'rishini bildiradi. Agar go'sht yoki quyon go'shti bilan hamda nordon qatib yeb ichayotganini ko'rsa, pastkash va yaramat kishilardan unga ozgina manfaat yetishiga dalil bo'ladi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, xamir ovqat, quyon go'shti yoki nordon narsalar g'amu andiqqa dalil bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.